Test drive ko'rmoqchi edim, pravam bor. Qilsak bo'ladimi? Bitta prava bilan bemalol tezroqga bepul chiqsangiz bo'ladi. Bepul, ha? Yangi chiqqan Soyuz S06 modeliga katta skidka e'lon qilinibdi. Hozir salonga kelganman. Qancha skidka berildi? 20 million skidka berildi. Aha, 20 million skidka. Boshlang'ich to'lov qancha bilan olib chiqib ketsam bo'ladi buni? 30% bo'ladi. Bitta 100 million, 120 milliondan bo'ladi. 100-120 million atrofida boshlang'ich to'lov bilan buni olib chiqib ketsa bo'lar ekan. Mashinani ходовойga eng mazza qilgan joyim bo'ldi, chunki независимый подвеска orqa tomoni va akustikalari Sony. Razgoniga o'zinglar bitta baho berasizlar. Пристегнителями безопасности. Gap so'z bo'lish mumkin emas. 1,5 litrli turbina motor, kamiga bu gibrid hisoblanadi. Parallelniy gibrid, dvijok emas. Mashina menga juda ham yoqdi. Funksiyalari juda ham ko'pligi uchun bitta videoda hammasini gapirib o'tib bo'lmaydi. 100 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rishinglarni, haydab ko'rishinglarni tavsiya beraman. Menimcha mashina sizlarga yoqadi. Samarqanddagi Soyuz avtosaloniga kelib, bemalol haydab ko'rib sotib olsanglar bo'ladi. Charchamanglar, salomat bo'linglar.